televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Balalar hayotimizning davomi, nurluq kelajagimizning sho'lisi. Ularni beqish, tarbiyalash va qator qo'shish oila, jamiyat va insoniyatning muqaddas sharafli vazifasi. Biz balalarni qanchalik tushundik? Ular bilan aramizda to'qinish yuz berganda masalalarni qanday hal qildik? Ularning ehtiyoji, orzusi va talpinishiga qanday yondashdik? Mana bu savollar bugungi suhbatning muhim nuqtasi. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik Partikom tashkilot bo'limi kadrlar tarbiyalash markazidan peshqadam ma'rifchi Harut Rasul Qodiri. Xinjiang Universiteti Yumshoq detal institutining doktori Absalam Davud. Farzand tarbiyasida farzandlarni kasblik qilish, farzandlarni hunarlik qilish, farzandlarni jamiyatga ravon, bir xil g'albiyatlar bilan ilgarilab ma'g'alaydan qilish uchun cho'qim ularningki ko'zlagan bir maqsad yoki qiziqqan bir nishodi bo'lishini armon qilamiz. Qalb ma'rifi insonlarning yuragini, qalbini pokiz qiladigan, pok qiladigan, suziq qiladigan ma'rif. Harutga sizning 30 yillik hayotingiz o'qituvchilik bilan o'tibdi. Siz izchil munbarda farzandlarga yoki o'quvchilarga falsafa darsidan ilm berib ketsiz. Endi sizni so'rab baqsam, sizning balaliq davringiz qanday o'tgan? Mening balaliqim jafoliq, namrat, chet yoqqa bir sahrada o'tgan. Ammo shundoq muhit balalarda bir xil zarur bo'lgan narsalarni yordam beradigan. Masalan, balalarning o'yini balalarcha bo'lish, balalar o'z oldiga jamiyat bo'lib uyushish, o'zlari tashkillanib o'ynagan o'yinlarning hammasida cho'nglar taqlid qilish, cho'ng bo'lgan ishlaydigan ishlarni taqlid qilish va hokazo narsalar nihoyat yaxshi. O'ziga bir xil amaliyat fursati o'tgan. Ikkinchisi, yez jamoatida balalar 5-6 yosh, 7-8 yosh o'tgandan keyin kam sitadigan emgaklar kirishib ketadi. Mal vaqidi, cho'p puldi, cho'nglari kichiklarini baqidi, o'y suv to'shiydi, hammasining emgaki bor. Mushuning bilan burishni, o'ziningki vazifasini ado qilishni, ongliqni joriy qilishni mushundaq amaliyat jarayonida qildi. Demak, mushu ikki amaliyat menga g'oyat zo'r manfaat qilgan. Endi men sizning tarjimalingizdan bilishimcha, siz 1997-yili pensiyaga chiqibsiz. Pensiyaga chiqqandan keyin izchil el kezibsiz, sayohat qilibsiz. Ilm egalarini, istiqdod egalarini ustoz tutib, ulardan ta'lim olibsiz. Endi siz hozirgacha qanday kitoblarni nashr qildirib, o'qirmanlarga taqdim qildingiz? Nashr qilingan kitob ko'p emas. Birinchisi, endi ularning ichida cho'ng'ariqi sharhi idiom. Yana birisi mushu. Demak, mushu Terg'anni o'risan degan kitobni nashr qildingiz, shundaqmi? Mush Terg'anni o'risan degan kitobning kirish so'z qismiga ochiq yutuvga odamning aytganlari deb bir kirish so'z yozibsiz. Demak, siz qanday ishlardan, qanday masalalardan ochiq yutib olgan? Ma'rif sohasida biri maktabdagi bolalarimizning o'qish pozitsiyasi, ularning o'qish jarayonidagi harakati va hokazolar ota-onaning ajri, maqsadi butunlay aksi. Ota-onalar barliq narsani beg'ishlab, bolam mukammallashyotdi, o'qiyotdi, odam bo'lishga qaytarishyotdi deb hamma narsani jonga tikkan yerda, o'zi jafo mushaqqat chekkan yerda. Ammo ular o'ynab avvara, ular xiyolga kelganini qilib yurgan yerda. Mushuning bilan bir tirikdik, bo'g'ildik. Ikkinchisi endi ular turli shu nachar ishlar bilan shug'ullanyapti. Masalan, imtihon vaqtiga kelganda tinaydi. Uning bilan imtihon savollarini o'g'irlash, imtihon savollari bayonlar bilan tirishib va hokazo bu ishning hammasini qiladi. Bular masalaning bir tarafi. Ikkinchi tarafi bu bir yaxshi ko'ngilga, yaxshi aqidaga qilingan bir yomonlik ekan. Aqidani payqon qilish ekan. Deb tursangiz, shu aqidasi payqon qilingan ota-ona endi shu balaninki shu ishiningki tugmaniga suv qo'yib. Uchinchisi endi bizningki ma'rif mafkurimiz, ma'rif ideyamiz va hokazo narsa 4 xil turli sababdan boshqaroq bir xil holat kelib olgan. Bizning o'yimiz, maqsadimiz shunday. Ammo harakatimiz boshqa yerda. Endi Absalam, siz shu 2001-yildan 2010-yilgacha Yaponiyada o'qibsiz, shundaqmi? Shundaq. Qaysi maktabda o'qidingiz? Tokyo Denki universitetida o'qidim. U yerda o'qigan kasbingiz qaysi? Mening u yerda o'qigan kasbim endi Hanzucha aytganda Javiy Gongshu deydi bu kasbni. Uyg'urcha ma'rif ilmiy deb asaq bo'lamdikin deb o'ylayman hozircha. Endi 9 yil Yaponiyada tirishib o'qishingizga nima omil turtki bo'lgan deb qaraysiz? Endi men
universitetga vaqtimda mening bir saboqdashimniki akisi Yaponiyada o'qiydi. Men shu saboqdashimning akisidan Yaponiya to'g'risida nihoyat ko'plagan gaplarni anglagan bo'ldim. Bu gaplarni anglab, bir kichikkina bir davlatning ilm faniga tayinib, shu dunyoning oldin qatardagi shundoq bir o'ringa o'tganligidan nihoyat ta'sirlangan bo'ldim. Yana birisi ashada o'rganayotganlarning keng doirali ko'z qarashlaridan ta'sir qilgan bo'ldi mening dunyo qarashimga. Shu tufaylidan o'zimda shundoq bir elga, shundoq ilm taraqqiy qilgan shundoq bir elga berib, bir bilim ochish fursatiga ega qilsam, albatta uchun texnik yaxshi ishlarni qila oladigan o'xshayman degandek o'ylabmi kelish bo'ldi. Siz oliy maktabni bitirib xizmatga chiqqandan keyin asli o'rta maktabda fizika, matematika qatorliq fanlardan dars o'tadi ekansiz. Siz Yaponiyaga chiqqandan keyin ma'rif kasbini o'qitasiz. Buning sababi nima? Men bundoq bir xil kuchlik bir ma'rifat iborat intilishni bir bu yerdagi vaqtimda his qilolmabman ekan. Endi men Yaponiyaga borgandan keyin borgan kundan tatiblam bir ta'sirot yozish uchun bir xotira tutgandim. Bu xotiramga tizilganlarning hammasi bir ixtiyorsiz holda butunlay endi ma'rif to'g'risida narsa xotirlangan bo'ldi. Mushundek narsani yozibdiman, natijada mushuni bir professorlar bilan, ustozlar bilan, ma'rif bilan shug'ullanganlar bilan bir o'rtoqlashib baqsam degan maqsadda ustozim Takehara muallim, Nakayama muallimim va shularning tonishtirish orqali Yaponiya ma'rif islohot jamiyatining raisi Shimizu apandim qatorliqlar bilan shu bayamqi yozganlarim to'g'risida bir o'rtoqlashish fursatiga ega bo'ldim. Men xuddi bir narsani tepib olgandek bo'ldim. Bayam aytib o'tgandek, mening haqiqatan bir ma'rifga nisbatan chin bir intilishim, chin bir yuragimdan bir o't bog'lig'ini his qilgan bo'ldim. Yaponiyaga men asli mana shu surat analiz kasbi bo'yicha o'qish qilgan. Shundan men kasbni ma'rif kasbiga atlagan bo'ldim. Endi Yaponlarning balla ma'rifida o'qituvchilarning amaliyatiga, o'qituvchilarning umum ahvoliga qarata ularni 4 turga ayirgan. Shuni sanab beramsiz. Men Yaponiyada o'qigan endi kasbiy materiallarga asoslanganda o'qituvchilarni bundaq 4 turga ayiradi ekan. Birisi odatdagi o'qituvchi deydi ekan. Ikkinchisi yaxshi o'qituvchi. Uchinchisi a'lo o'qituvchi. To'rtinchisi munavvar o'qituvchi deb ayiradi ekan. Endi ayirib buni bundaq ta'bir berdi ekan. Odatdagi o'qituvchi degan o'quvchiga gapini anlatadigan o'qituvchini ko'rsatadi. Endi yaxshi o'qituvchi degan bir narsani bolalarga tushundiradigan o'qituvchini ko'rsatadi. Endi a'lo o'qituvchi degan o'zi qilib ko'rsatadigan o'qituvchini ko'rsatadi degan. Endi munavvar o'qituvchi deganda bolalarning yuragiga o't yaqalaydigan o'qituvchi eng munavvar o'qituvchi deb shunday 4 turga bo'lgan bu jihatdan endi ma'rifni qaysi xil holatda ib bo'lganda o'qituvchilar qaysi xil holatda tarbiyalashib bo'lganda eng unumli ham maqsad muddasi ayon bo'lgan holat ketadi deganni ko'rilishga bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Endi siz o'rgangan yana shu ma'rifda ma'rifning umumiy funksiyasi, tarixiy burchiga asosan ma'rifni hozir 4 ga ayirdi ekan. Bu turni sanab beramsiz. Endi ma'rif shu o'zininki amaliyatiga bu rolga qarab 4 cho'ng turga bo'lingan. Birinchisi bilim ma'rifi, ikkinchisi tan tarbiya ma'rifi, uchinchisi ilmiy oziqlanish ma'rifi, to'rtinchisi qalb ma'rifi. Ya'ni buni mazmuniga asosan men mehr muhabbat ma'rifi deb atab kelyapman. Undaqda siz ta'kidlayotgan shu mehr muhabbat ma'rifi yoki qalb ma'rifi qanday mazmunni o'z ichiga oldi ekan? Ma'rifning eng tutgan maqsadi insonlarni to'g'ri maqsad muddaga va to'g'ri mehr muhabbat tuyg'usiga ega qilishdan iborat. Ham bu mendan olganda ma'rifning maqsadi albatta insoniyatni har tarafdan tarbiyalab, taraqqiy qilib, insonlarni bir xil xotirjamlikka ega hayot kechirish uchun bir asos yaratib berishdan iborat. Dunyoda endi ma'rif orqali bu xil maqsadga yetish uchun shu ma'rifga bilim ma'rifi deganni birinchi o'ringa qo'yganda mushni alayda ta'kidlagan vaqtida andin mushkil maqsad muddaga yetadi deb o'ylashilgan. Darvaqa haqiqatan bilim ma'rifiga alayda
ahamiyat berish, buni birinchi o'rin qo'yish turkisida hozir hammamiz ko'rib turibmiz. Insoniyat ma'lum darajada taraqqiy qildi. Lekin bu xil taraqqiyotga erishib, mehr muhabbat bara-bara susishga, insonlar o'zaro bir-biriga ishonish susishga, hatto insonlar orasida o'zaro bir-biriga xatar yetkazishdek mushundaq ahvollarmi ko'payishga boshlab ketdi. Hozir dunyoda hamda bu nima uchun biz bilim ma'rifini yaxshi ippasak, asli insonlarda bir xil baxtga erishtiramiz deb o'ylagandik. Garchi armon qilgan narsa hosil bo'lgan bo'lsa-mu, nima uchun biz ko'zlagan maqsadga yetamidik degan nuqtada nayt ko'p muloyiza o'yinishlar bo'ldi. Shuning bilan hozir dunyoda ya'ni mehr muhabbat ma'rifiga, ya'ni qalb ma'rifiga sil qarag'anligimiz, mushni yaxshi ilib bormaganligimiz uchun musabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi shu mehr muhabbat ma'rifini qanday qilib qanday yaxshi ilib borgani bo'ldi degan o'yinishlar bo'lyapti. O'zidinmi boshqalarni muhim bilish bu qalb ma'rifi, ya'ni mehr muhabbat ma'rifininki eng muhim nuqtasi. Endi agar dunyoda mehr muhabbat ma'rifi to'g'ri, yaxshi ilib berilsa, shundaqda kishilarning, ya'ni insoniyatning, insonlarning qalbini shundoq pok, suzuk qila olsa, bu bir davlatga nisbatan aytganda, u davlatning qudratli chiqadigan narsa. Endi yig'inchoqlaganda mehr muhabbat ma'rifi bu kishini dunyoda, ya'ni o'zini baxtli his qilib yashaydigan, dunyoni nihoyatda go'zal his qildiradigan bu shundoq bir ma'rifdan iborat. Buningda bu ota-ona muhabbati, qavm qarindosh muhabbati, ona yurt, ona vatan muhabbati, undan keyin tabiatga, jamiyatga bo'lgan muhabbat qatorliq shu mehr muhabbat tuyg'ularini yetishtirish bu mehr muhabbat, ya'ni qalb ma'rifining asosiy mazmunlaridan iborat. Endi bir qism atalar shu farzandlarini to'liq tushunmaslik, ularga nisbatan ayrim tarbiya yoki xusus tadbir qo'llanmaslik sababidan farzand tarbiyasidan nurg'un savalliklarni o'tkazib qo'yyapti. Atalarning shu farzand tarbiyasidagi qisman mag'lubiyati qaysi jihatlarda ro'shan ko'rilyapti deb qaraysiz? Falsafada bu nihoyat bir murakkab bir sistema, bir soha. Obyektivning qandoqligi subyektivda aks etgani hukmimiz shuningla birda bo'lishi haqiqat deymiz bu. Biz shu nuqtada qalay ozg'ishlarga yoki o'z yenimizdan nurg'un narsani qo'shib olib, obyektivni boshqacha, gul qizil, reallik qizil. Ammo biz turli sabablardan endi buni yeshilga, boshqa ranglarga o'zgartib ketib boramiz. Farzandlar masalasida shunda. Masalan, farzandlar biz shu kunda hammamizning kallasida o'rnab ketgan bir nokash tumiri bor. Bola 7 yoshga kirdi, maktabga bordik. Shuni o'kashning bir tarafidan nuqtab kirgizdik buni. 5dan dashob bitirib chiqadi. Degan odam bo'lib ketadi. Shu bir haqiqat bizga. Amaliyot bunday emasda. Urumchilik ma'lum bir idoradagi bir kishiningki o'g'li kompyuterda o'zini o'rganib hujjatlar ilash va hokazolar nihoyat bir yaxshi natijaga erishgan. U bolaning fikrida maktabni to'xtab qilib, endi boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmoqchi. Ammo dadasi bo'lgan kishi, "Ya sen al qatori boshqalarning bolalariga o'xshash oliy maktabni bitirib, dasho diplom elib boshqa ish qilgan" deb unutmagan. Amaliyotda shu, haqiqatda shu. Avu bolaning iqtidorini shundoq bir narsaga yetinganligi bu zo'r inoyat. Ma'rifni xato tushunib oldik. Shunga qo'shib bolalarimizni xato tushunib oldik. Shuning bilan bir vaqtda biz tarbiyani xato tushunib olib, eg'iz orqali tarbiyalash, eg'iz orqali aniqil, ma'ni qilma, avu to'g'ri, ma'vu xato. G'ini e'tibor berishni bizningki o'qimimizdimi, tushunchimizdimi, mushu tarbiya deb qaraymiz. Amaliyotda bu tarbiyaning intayin az qismi. Amaliyotda yüzümüzün hareketi, faaliyeti, yürüyüş duruşu, kim işgallikimiz? Artıda etsek, kiyip düşüyor. Endi Absalam, anlasam siz muş vatan qaytib kelgandan keyin biri universitetning ishlari bilan aldirashibsiz, bolalarga dars o'tibsiz, yana birisi har qaysi maktablarda taklif bilan leksiya so'zlabsiz. Mushu bolalar ma'rifida so'zlagan leksiyalaringizning ta'siri qanday bo'ldi? Endi bizda mundaq bir maqol tamsil bor. Birga mahir ko'pga qodir. Birga mahir deganda bir har qanday odamning bir xos talant bo'ldi. Shu talantni bayqash, qizish bu birga mahirlik
Hem de köp kadir degeni ma'rif ilmida hem de aqliy iqtidor darajasini yetildirish, yani aqliy buluqini yalpaqtildan aytganda ichish degani ko'z. Bu aql buluqini ichish bosqichi 0 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan araliqda bo'ladi. Endi men mushu birgim ahir köp kadir degan mushu tarafda Yaponiyaning balalarga nisbatan qanday ma'rif usul ip bardiganligi, oilalarda qanday ma'rif usul ip bardiganligini amaliy misollar orqali tushuntirib bo'lgan bo'ldim. Lekin yana bir tarafdan shu 0 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan muhim mezgilda balalarni qanday tarbiyalash, oilada qanday tarbiyalash, ya'ni bayon qilgan aql buluqini qanday ichish taraflardagi nuqtalar ustida to'xtalganda yanlam shu ota-onalar o'z diqqat qilmagan ishlar bir qator ko'rgandek bo'ldi. Anikin men siz zodi qanchalik vaqt bola bilan birga bo'lib beryapsiz? Bola bilan qanchalik o'ynayapsiz? Boladan nimalarni so'rayapsiz? Ularni nimalarni o'ynashga da'vat qilyapsiz? Degandek savol xarakterlik misollar orqali leksiya berganimda ota-onalarda o'zlarining farzand tarbiyasida naytik ko'p yuzaki qarab kelayotganligi. Bu yuzaki qaragan narsalarningki bu taraqqiy qilgan ellarda bir xil ilm usul shaklda maktablarga kirgizib turib qo'llanayotganligini bilganda bulardan aytib bir silkinish bo'lgandek bo'ldi. Endi siz Yaponiyada o'qidim dedingiz. Yaponiyadagi balalar ma'rifi bilan bizdagi balalar ma'rifi o'tirisida qanday o'rtoqlik, uningdan ba'zi bir tarixlar voqea. Buni his qildingiz balkim. O'rtoqlik degan vaqtda bir xil umumiy o'rtoqlik bo'lib, bu da muddaodagi o'xshashlik bir o'rtoqlik bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi tarix deganda bu ma'rifningki o'sha usuli jihatdagi farqlarning bir qadar ko'pligini his qildim. Endi bizda bu shu yaslidan boshlab bir xil bilim berishni nishon qilgandek tarbiyalash usulini qo'llanadi ekan. Yaponiyada shu deganda, Yaponiyada yaslidan boshlab bu tarbiya, ma'rif bir xil uyung'uga qurilgan. Demak, mush orqali bolaning IQ iqtidorini ichib, bolda bir xil amaliy iqtidor, o'zi qo'l silib ishlay oladigan, boshqalardan ham hamkorlik qila oladigan bir xil iroda, ishonch yetiladigan holatni shakllantirdi ekan. Undan keyin yana bir tarafdan Yaponiyada shu bolalarningki aqliy buluqini ochadigan, o'yin o'ynaydigan o'rinlar nihoyat ko'p hisoblangan. Mayli bir oila o'rtoqlashgan kichik bir oila aholilar rayoni bo'lsin. Mayli magazinlarning ichi bo'lsin. Hammasida bolalarningki iqtidorini ishqa tashabbus qiladigan, oshnaga yetaklaydigan o'yin uskunlar hisoblangan ekan. Endi bizning miyadicho degan vaqtda bu o'rinlarda yashanganlar faoliyat uyi bor. Shu cho'nglarning chiniq uyi bor. Endi bolalarga qarab baksam, bolalarning o'ynaydigan yerlari yo'q. Bolalar shu muhitlarda cho'nglar o'ynaydigan xatarlik narsalarda o'ynayotgan. Lekin uchinchi bir tarafdan bolalar atdiganda yasli bo'lamdi, maktab bag'anda, maktab oldida bularning maktab modellari. O'qituvchilar ularni nayt salom soat bilan kutib oladi. Bolalar nayt xo'shalik qo'ran maktabga kirib ketadi. Men bizdagi ahvolni kuzatdim, bizda bunday ahvol naytni kamkan. Bu shu dunyo tashabbus qilayotgan qalb ma'rifi, mehr-muhabbat ma'rifining Uyg'ur turmushida saqlangan qanday afzal taraflari bor ekan. Buningda shu otani hammadan afzal ko'rish, do'stlikni qadrlash, shu oq ko'ngillik, iliq muomalada bo'lish. Lekin birov qiyinchilikqa yo'liqsa, tashabbuskorlik bilan yordam berish, el-yurt mahallani yo'qlash, shu el-yurt mahalladagi cho'nglarni, qiyir-cho'rlarni yo'qlash qatorliq jihatlar bizdagi afzalliklar deb qarayman. Men shuningda bir kichikina bir misolni aytib bersam, mening yetakchi o'qituvchim 5 yillarning oldida shu bizning Urumchiga kelgan bo'ldi. Bir kuni aytganda shu o'qituvchim bilan biz shu Polonliq aşkı mangayli desak, bizning deb qo'ygan mashinamiz vaqtida kelmay qoldi. Bularning vaqt qarashi nihoyat yuqori bo'lgandan keyin bularning vaqtini kechiktirishga bo'lmaydi. Darhol bir taksidan birini to'rab, mangay deb yo'l bo'yida taksi to'rab turdik. Shundan bir xili ali mashinadan birisi kelib to'xtadi. To'xtab, aldirashdek ko'rinsizlar, ag'ash ketaymi dedi. Shunga elib olsangiz bo'lamdi desam, nega o'rsa dedi. Shu tariqada mashinaga chiqdik. Bu odam mening gap so'zimdan, bizning sirtdan kelganligimizni uqib,
Şundan paran olib qaldı. Bizning Yaponiyadan kelganligimiz bu bir qator jarayonlar. Hop, biz bardak yerimizga bardik. Maşinadan tushadigan chog'imda men necha pul beraman desam, me'morlarga bo'ldi mening ko'nglim bo'lib qolsin dedi. Men beraman deyman, u odam olmayman deydi. Bu xil harakatni ola ko'rib turdi. Nima bo'ldi deydi. Sizlarni me'morlarga bo'ldi mening ko'nglim bo'lib qolsin deydi. Ha deb qoldi bu bir. Lekin bir kun oshxonadan tamoq yegin kirsak, meni ham tanishadigan bir necha yildan beri o'tirgan ekan, shuni ichida birisi kelib men bilan ko'rishgan bo'ldi. Chiqadigan chaqda pulni to'lay desam, pulni to'layapti dedi. Shundan gap qilmay mangdimda. Men sana o'qituvchi pulni bermading-ku dedi. Lekin bayam men bilan ko'rishganda to'lab tursam, ha deb qoldi. Yani hayronlik bo'lib qoldi. Bu gap bu yerda qoldi. Biz Yaponiyaga berib, biz yani o'zimizning kasbiga tushdik. Kasbiga tushib, o'qituvchi boshqa o'quvchilarga mikromoddiyat to'g'risida tushuncha bergan vaqtida darhol mush gapni qildi. Necha takrorlab ketgan yerlar nihoyat jiq. Harutga mushu farzandlarda sog'lom emas, uningkin bir kasbiy muhabbat, uningki mushu yuksaklik bo'lgan bir intilishni, bolalarda bir uyg'unishni paydo qilishda, mushni parvish qilishda qanday qilishimiz kerak? Biz farzand tarbiyasida farzandlarni kasblik qilish, g'albiyatlar bilan ilgirlab ma'g'ulaydan qilish uchun cho'qim ularningki ko'zlagan bir maqsadi yoki qiziqqan bir nishoni bo'lishini armon qilamiz. Ham shundoq nishonga qarab ilgarishi qilamiz. Endi buni belgilab qo'yg'ili. Yoki bir xil otaning armoni bilan bola mundoq bo'lsa ekan deb undaq qo'yg'ili bo'lmaydi. Endi ularningki tabiiy xususiyati ming odam ming olam emas. O'z oldiga bir chiqadi. U chiqqani mayli mashina yuvish, uy oqatish, yer supurish bo'lsin, mayli davlatga zungtung bo'lish bo'lsin. Bularning qimmati o'xshash. Amerikalik bir ona aytibdi ekan, Amerika zungtungning onasi kerak. Voy, bolalar zungtung ulug' kishi bo'libdi desa, to'g'ri, zungtung bo'lgan o'g'limmi ulug'. Uning bilan o'xshash yana bir o'g'lim bor, Dixon, u yangi qo'layotdi. U ulug'. Ikkisiniki farqini, qimmatini o'xshash aytman. Demak, nima demoqchi desak, bolalarimiz, farzandlarimizning qalbida qanday bir narsaga havas qilib, qanday bir narsani nishon qilgan bo'lsa, u mayli. U cho'qim bir narsaga havas qilsin, muhabbat bag'lasin. Qadimgi shu Alisher Navoiy qatorliq cho'nglarimiz aytgan bir so'z bor. İnsondagi eng og'ir zo'r baxtsizlik ichqisizlik, muhabbatsizlik, bir narsaga qiziqmaslik. Absalam, endi bolalarning qiziqishiniga hurmat qilish, ularning xosligi, talantiga hurmat qilishni siz oqilanlik deb qaramsiz? Yaponiyaningki yasli boshlang'ich to'liqsiz ma'rifining maqsadi bilan to'liq o'rta oliy maktab ma'rifining maqsadi o'xshamaydi. Bu yasli boshlang'ich to'liqsiz ma'rifining maqsadi bolaninki nimaga eng qiziqadiganligi, uning xos talantining nima ekanligini bayqashni birinchi muddat qiladi. Buni aytgan vaqtida demak bolaning talantini, uning aloyidligini bayqash, qiziqishining nima ekanligini bilish bu nihoyat oqlanlik. Endi Yaponiyada yasli o'quvchisimi maktab bitaganda nihoyat dag'dug'liq bitirish murosimi qilib berdi. Mush bitirish murosimida barliq faoliyatlar tugagandan keyin maktab mudir sahnaga chiqib, sinfga har bir bolaning ismini atab turib, chaqirib bolani sahnaga chiqib, mening bayqishimcha sening mandaq aloyidliging bor, bolasan deganni eskartib turib, sana muborak bo'lsin deb yasli bitirish diplomini berdi. Demek bunun bu demekçi mektep müdirimi şunu aldırışıyorsun mu? Balının talantını alaydıgın bayqaşqa alaydı ehmiyet berdi, alaydı vaq çıqırdı. Endi men bu yoqqa qaytib kelgandan keyin ba'zi bir sonliq ma'lumot ilish maqsadida universitetga ba'zi o'quvchilarga ba'zi grafik taqatdim. Siz nimani yaxshi ko'rsiz? Nimaga qiziqsiz? Ba'zilar men musiqa anglashni yaxshi ko'raman. Ba'zilar kino ko'rishni yaxshi ko'raman. Ba'zilar mifay yeyishni yaxshi ko'raman. Ba'zilar langma yeyishni yaxshi ko'rmaydi. Men buningdan birisi kulgim keldi. Birisi bizdagi ma'rifning yanılam qandaq bo'shliqlar borligini texmi his qilgandek bo'ldim. Endi Harut efendim hozirgi bolalar qaraydigan bo'lsak, bolalarimizda mustaqillik nisbatan oz. Egishib yashash, ota-onalarga yeshi bir yerga borg'ichi yo'lni o'ylash, uningdan zamondan zorlanishdan iborat mushunaq nachar psixik illatlar va qanday qilganda mushkil holatlardan qutulamiz yoki mushni yaxshilab ketalaymiz deb qaraymiz. Endi agishmi, zarur taraflarmi bor ijtimoiylikda. Agishmay bo'lmaydi. Shundaqla agishib, hangi sekret tushib ketadigan, halok bo'lgan tarafmi bor. Bu konkret masalan konkretdan bir taraf qilishda
mümkün kadar farzandimizningki palonlarning kendini palon narsa bo'lmasdan naq o'zang bo'l, voyaga yetgan o'zang bo'l desak va shuni muayyanlashtirsak, undan keyin yulinib yashash masalasida mümkün kadar ularningki butun o'zimiz chiqib etib yoki ularni parolish qilib etib ondan keyin hapashlab ko'tarib yuradigan nazorat qilsak, buni parolishni o'zimiz yaratgan, o'zimiz so'q qilgan, o'zimiz qilgan yetersizliklarningki bir natijasi. Shuning uchun mümkün kadar bolalarimiz o'zi ishini o'zi qilsin, o'z yo'lini o'zi topsin, o'zining hayotini o'zi belgilasin. Hem sizning mush farzand tarbiyasida ekran oldidagi ota-onalarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Endi men tuvanda o'tlagan ota-onalarga deydigan yurak so'zimning birinchisi, bolalar uchun birga bo'lgan vaqtni ko'proq chiqarsanglar, har bir tamoqda imkon bor birga tamoqlansanglar. Aram elish kunlari shu farzandlarni boshlab o'zining bu mo'minlari, urug' tuqqanlarni yo'qlatqizish orqali şu ailenin tarihiga, ay paranglarga ortaklashib bir aile qimmat qarashi, shunday bir adab qoida qarashini tiklishiga ko'proq turtki bo'lsanglar degan arzuimni demoqchiman. Ikkinchisi, bolalarningki harakatlarini ko'p kuzatib, ko'p bilib olib, ularga nimaga qiziqidi? Siz qanday bir xos alayligi bor degan tarafni kuzatish bilan birga ash bolalarning nimaga qiziqsa shu tarafiga alayda hurmat qilib berishni. Uchinchi bir tarafdan shu oilaningki cho'ng-cho'ng qarorlariga uni bola demak qatnashtirishni. Yana bir tarafdan oila plani, shaxsiy plan tuzish qatorlarga va bolani yetaklab hamda oilada bir xil tuzum bekitish. Shu tuzumning izchilligini izchillik kapolat qilish orqali balda bir xil plan eni, tuzum eni, izchillik enini shakllantirishga, mush orqali taktiklik va yaxshi usul qo'llanishga moyil bo'lib turib, otani obrazini bolalarda tiklashga nihoyatda yaxshi ahamiyat bersak bo'ldi deb o'ylayman. Balalar bizning baxtimiz, shundaqla taxtimiz. Ularni sifatli tarbiyalash barliq ota-onalarning muqaddas burchi. Ben atalarga shundoq tavsiya qilaman. Biz oldi bilan qalb dunyoyimizdagi güzellik taraflarini yaxshi rivojlantirib, bolalarimizning go'dak qalbiga va yumshoq xarakteriga güzel sovg'alarni taqdim qilishimiz kerak. Shundalib biz kutgan bolalar bizning taxtimiz ham baxtimizga aylanadi. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.